Assalomu alaykum. Biz yong'oqzordamiz. Xo'p, mana yong'oqzormi, yong'oqlar karlikvi yong'oq bo'lgan dokument hujjatida o'sib ketgan bular. Yo pol karlikvi bo'lganmi? Mana o'rtasida hech narsa yo'q mana bu betlarda. Mana nozashda o't o'sib yotibdi. Endi mana shunaqa bog'i bor dehqonlar uchun mana ham yong'og'idan, ham o'rtasidan foydalansa bo'ladi. Mana bular malina. Mana bularga malina kerak mana. Mana har bitta oralig' 25 sotigida. Mana har bitta oralig'da bitta kobalt, yangi kobaltni puli turibdi mana. Mana hozir shu darajada zichlashib ketgan o'tgan yil kelgan malinalar. Mana hozir mana bularni havo salqin kelib turib birdaniga kun isib ketdi-yu, mana shu hisobiga barglarni ozroq to'g'rigan.